Buxoro hokimi Amerikada. Kuzning so'nggi oyi 20-sida 1969-da tadbirkorlar yurti G'ijduvonida tavallud topdi hokim bobomiz. Iqtisodchi, moliya, kredit soha izlandi, intildi poytaxtgacha. Sodiq xizmatlari uchun ko'krak nishoni, yurtboshi ishonchi, xalqning inoni. Xizmat safarlari, tashriflar bisyor. Hokimdan tashabbus kutgay bu diyor. Kecha Rossiyada, bugun AQShda. Hamkorliklar jadal, yuksak pallada. Botir Komilovich, aslo charchamang. Buxoro ertasin o'ylab hech tolmang. Biz hamisha sizga sodiq madadkor, hamisha har yerda Tangri bo'lsin yor. Ummatli kun muborak, quvonchlar bisyor.